Xolajon, o men turgan joyga siz ishlaysizmi? O bering menga buni. Ye? Endi nima qilasan? Tirnog'im bilan kavlab beraman. Hozir lapat ko'p kelaman. Ona qani bu bizga yordam beryapti o'zi? Bir gapi bor-da buni. Qishniz qizim yaxshi ko'rib qoldim. Dugonang aytayaptimi? Ha. Mana qara, men shirikdan besam urib berasanmi? Ha, ketdim. Oldim ishkalotdi. Yo'q, yegani yo'q, ariqqa tashladi Farangiz. Xolajon, mana qo'shniz Madina onasiga meni maqtab qo'ying, yaxshi bo'ladi. Qani kirlarni yuvayapman. Yuvsang mayli borib maqtab kelishim mumkin. Endi men yuvmasam kerak shu kirlarni. Uylanmay o'ylab, Bo'ydoqbek. Mana pulis. Pul kerak emas, men. Agar pul olmayman deganingizda mashinangizga o'tirmasdik. Xafa qiling uni. Yana 50 ming bek qo'shib gulov beraman. Zdachini ham bermadi, pas. Oxirgi pulim edi. Ey, unga shuncha rasvot qilganingcha borib nagri sevishingni ayt. Sen tushunmaysan, bu marketing ko'proq maqtab reklama qilish kerak. O'meshingizda to'yga ver. Muncha zo'r uygacha tashlab qo'ymani. Ishim bitdi, jentramloydan o'tdi. Pashol berdan. To'ydan oldin xolangiz bilan jiyaningiz meni sizga maqtash uchun qancha umrimni pulimni yegandilar. Ya, o duvayni yopishtirgan ekan-ku bular. Ha, shuni o'zing aytsang nima bo'laydi? O'zingizchi. Xolam bilan qiz kelsa, fash qo'ymagan uyga, tushundingmi? Ketdik. Bu yerda bizga non qolmadi. Xola, uni qo'shningizni kenja qizim bizga ham to'g'rilab bering.